va'da qilingan narsani ikkinchi qism. Assalomu alaykum. Turkiyada turib va'da qilingandi. Yangilik qilamiz. Xudo xolisa mana ko'rib turibsizlar. Bo'yoqlar FAB Turkiya Ozarbayjon совместный FAB brendi ostida bo'yoqlar, bu yerda hammasi наружный, внутренний, tashqi, ichkari kleylar, hamma assortiment juda ham ko'p ko'rib turibsizlar. Mana shu o'ziga 5 ta furi tushirib qo'yib, rastamoshkadan chiqarib, hozir sekin sotuv bilan yo'lga qo'yamiz. Xudo xolisa butun respublika, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hozir odamlar qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa narxlarini ham cho'tki qilib berib, boshiga yordam qilib, hammasiga поддержка qilib turamiz. O'zbekiston bo'yicha dilerskiy kimgadir kerak bo'lsa, Toshkentdan tashqari kerak bo'lsa, okamlar nomerini yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xullas, Imulsan любой, kraskani ham любой bor. Hozirgi kunda 25 yillik zavod bo'ladi, Turkiyada ishlab chiqariladi. Xullas, maqsad ko'paytirib, sifati vaqti gap bo'lishi mumkin emas, zo'r narsalar va sizlarga to'g'ridan to'g'ri o'zligi olib kelib, o'zligi tarqatishgan uchun sizlarga qo'yaman. Nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaveringlar.